Moskvadan turib, hozir shu libosni kiyib ko'rdilar desam, ishonasizmi? Moskvadan turib, aynan shu liboslarimizni qiziqib kuzatgan Inobat opamiz oktyabr oyidagi bo'ladigan to'ylarda qanaqa qilib bu ko'ylakni kiyib ko'rsam ekan, qanaqa qilib borib qachon zaklad bersam ekan degan savollariga biz bittada yechim berdik. Hozir o'zida bu libosimizning ikki xil variantda ularning ustilarida qanaqa turishini, to'yxonada qanaqa qilib kirib kelishlarigacha ko'rsatib berdik. Moskvadan turib kuzatayotgan Inobat opamiz qaynonalari va o'zlari uchun liboslarimiz juda ham yoqqanini va qachon Toshkentga kelib bu ko'ylaklarni kiyib zaklad berib, o'zlariga mos o'lchamini o'lchatib ketishlarini o'ylab juda ham xafa bo'layotdilar va biz ularga bitta yechim berdik. Ay mutaxassislarimizga yuzlangan holatda ularning ustalarida Moskvada turgan bo'lsalar ham bitta rasmlari orqali oktyabrda bo'ladigan to'y oqshomlariga o'zlari tanlagan libosni ustilarida turgan variantini ko'rsatdik va libos ularga juda ham yoqqanini va o'lchamlarini hozirroq boshqa atelye yokida o'lcham olib beradigan opalarga chiqib, o'lchamlarini olib berdilar va biz u ko'ylaklarni o'sha zakladini olib libosni boshladik. Agarda sizga ham xuddi shu Inobat opamizga o'xshab uzoqdan turib liboslarimizni kiyib ko'rishni xohlayotgan bo'lsangiz, ay mutaxassislarimiz hozirda 15-sentyabrgacha 50% chegirma orqali sizga o'z to'yga keladigan libosingizni ustingizda qanaqa turishigacha ko'rsatib berishga tayyor. Liboslarimizni ustingizda kiyishga tayyormisiz? Quyidagi raqamlarga murojaat qiling.